Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ota-onalar tomonidan kuzatuv jurnallarini yuritish va ota-onalar uchun mo'ljallangan uy vazifasi kartochkalarni qo'llash usullari. Rejalarimiz kuzatuv jurnallari yuritishning asosiy maqsadlari va faoliyatlari. Ikkinchi rejamiz uy vazifasini kartochkalarning samarali qo'llash usullari. Uchinchi rejamiz ota-onalar va pedagoglar uchun kuzatuv va kartochkalarning integratsiya qilish. Kuzatuv jurnallarining maqsadlari ota-onalar uchun kuzatuv jurnallari bolalar rivojlanishining har bir bosqichini kuzatishda muhim vositadir. Ular orqali ota-onalar bolalarning o'qish, o'yin, ijtimoiy emotsional rivojlanishini yozib boradilar. Jurnallar ota-onalarga bolalar bilan aloqani mustahkamlash, ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bolalarning o'sish tendensiyalarini aniqlash va shuningdek muhim muammolarni erta vaqtda ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ota-onalar ta'lim jarayonida faolroq ishtirok etib, bolalarning rivojlanish bosqichlarini yaqindan kuzatish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Kuzatuv jarayonlarining foydalari ota-onalar uchun foydali ma'lumotlar taqdim etish, kuzatish, jurnallar bolalarning ta'limidagi rivojlanishini yozib borish imkonini beradi. Bu esa ota-onalarga ularning yutuqlari va muammolarini aniqlashda yordam beradi. Bolalarning o'zini baholashini rivojlantirish jurnal orqali bolalar o'zlarini erishgan yutuqlari va qiyinchiliklarni yozib borib, o'z vaqtida o'zini baholash va muammolarni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Kuzatuv jurnallarini yuritish usullariga keladigan bo'lsak, jurnalni to'ldirishda aniq va tushunarli ko'rsatmalar berish muhimdir. Har bir yozuvda sanalarni, faoliyatlarni va natijalarni yozish bolalarning rivojlanishini kuzatishga yordam beradi. Ota-onalar uchun qulay formatlar va shablonlar tayyorlash, bu jadval va rangli shakllardan iborat bo'lishi mumkin. Bu usullar bilan jurnallarni to'ldirish va tahlil qilish osonroq bo'ladi. Jurnal muntazam ravishda yangilash va tahlil qilish bolalarning rivojlanishini kuzatib borish imkonini beradi. Har haftada yoki har oyda tekshirib borish muhim o'zgarishlarni aniqlashda yordam beradi. Kuzatuv jurnallarining turlari har bir bolaga mos keladigan turli xil kuzatuv jurnallari mavjud. Masalan, yosh bolalar uchun rangli va interaktiv jurnallar, maktab yoshidagi bolalar uchun yozuv va rasm asosidagi jurnallar qo'llaniladi. Ota-onalar uchun tayyorlangan jurnallar bolalar kundalik faoliyatlari va rivojlanishini kuzatish uchun ular yordamida bolalar o'qish, yozish, ijtimoiy ko'nikmalarni baholash va rivojlantirish tavsiyalari beriladi. Pedagoglar uchun qo'llaniladigan jurnallar ta'lim jarayoni, boshqarish, yutuqlar va muammolarni yozib borish, shuningdek individual yondashuvlarni ishlab chiqish uchun qo'llaniladi. Kuzatuv jurnallarini baholash ota-onalar va pedagoglar kuzatuv jurnallarini baholashda ularning to'liq, aniqroq fikrlanish sifatiga e'tibor qaratadilar. Baholash jarayonida jurnallarning samaradorligini aniqlash va uning aniq mezonlari qo'llaniladi. To'liq aniqlik izohlardagi sifat, shuningdek ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi fikr almashish va muhokama muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu jarayon bolalarning rivojlanishini baholashda va kelajakdagi ta'lim strategiyalarini belgilashda yordam beradi. Kuzatuv jarayonlarining kelajagi raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar yordamida kuzatuv jarayonlari yanada samaradorli bo'lishi mumkin. Mobil ilovalar va onlayn tizimlar orqali real hayotda yozib borish va baholash imkoniyati kengaymoqda. Raqamli texnologiyalar strategiyasi bilan hamkorlik kuchaymoqda. Integratsiyalar va vizual taqdimotlar, aloqalar va muhokamalar osonlashadi. Bolalarning rivojlanishini nazorat qilish imkoniyati oshadi. Kelajakda kuzatuv jurnallari interaktiv va personalizatsiyalashgan platformalar bo'lishi mumkin. Motivatsiya va ishtirokni oshiradigan elementlar, sun'iy intellekt yordamida motivatsiyalar qo'llaniladi. Texnologik rivojlanish va innovatsion yordamida kuzatuv jurnallarini kelajagini rivojlantirish mumkin. Bu bolalarning rivojlanishini chuqurroq baholash va hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Uy vazifasi kartochkalariga ota-onalar va bolalar uchun mo'ljallangan uy vazifalarining yozish va monitoring qilish uchun qulay vosita hisoblanadi. Bu uy kartochkalari yordamida ota-onalar bolalarning uy vazifalarini aniq qilib belgilab, muntazam ravishda nazorat qilishi mumkin. Kartochkalar vizual uslubda bo'lib, bolalar uchun tushunarli va jozibali bo'ladi. Bu esa mustaqil ishlashni rag'batlantiradi. Ularning asosiy maqsadi uy vazifalarini tartibli bajarishni ta'minlash va bolalarning mas'uliyatliligini rivojlantirishdir. Ota-onalar uchun bu vosita shuningdek bolalar bilan hamkorlikni mustahkamlash va o'quv jarayonini nazorat qilishda yordam beradi. Kartochkalarni tayyorlash jarayoni. Uy vazifasi kartochkalarni tayyorlashda quyidagi jihatlarga e'tibor berish zarur hisoblanadi. Material va uslub muntazam mazmunining aniq va tushunarli bo'lishi, kartochkalar soni, amaliy foydalanish va tekshirish va tahrirlash har bir jihatni hisobga olib, qulay, tushunarli va maqsadga muvofiq kartochkalar tayyorlash mumkin. Kartochkalarni qo'llash usullari. Uy vazifalar kartochkalarni doimiy ravishda foydalaning, muntazamlik muhim. Yangi vazifalarni qo'shib, bolalarning qiziqishini saqlab qoling. Bolaning yutuqlarini mukofotlab, motivatsiyalarini oshiring. Vazifalarni bolaga moslashtirish va uni rag'batlantish. Bolaning fikrlarini tinglang, vazifalarini tushuntiring va qanday bajarilishi ko'rsating. Kartochkalarning muntazam va maqsadli tarzda foydalanish mumkin hisoblanadi. Kartochkalarning bolaning rivojlanish darajasini baholash uchun foydalaning. Kuchli va zaif tomonlarini aniqlang. Kelajakdagi vazifalarni rejalashtiring va bolalarga individual yondashuvni ta'minlang. Ota-onalar uchun maslahatlar. Uy vazifalari kartochkalaridan samarali foydalanish uchun ularni muntazam va belgilangan vaqtlarda ishlating. Ranglar va rasmlar bilan vizual qilib muhim va oson, qiyin bo'limlarga ajratib, sabrlik va qat'iyat bilan ishlang. Shaxsiy ehtiyojlarga moslashtiring. Bolalarning rag'batlantirishni va motivatsiya qiling.
Kartochkalar orqali o'rganish jarayoni. Uy vazifalarini kartochkalar orqali qo'llashda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonlari muhim hisoblanadi. Kartochkalar yordamida o'z fikrlarini ifoda etadilar. O'quvchilarning kartochka bilan o'rganish jalb qilish uchun ularning o'z fikrlarini yozishga, muhokama qilishga, o'zaro baham ko'rishga undovchi faoliyatlar tashkil qilish zarur hisoblanadi. Bu usul o'z fikrlarini rivojlantiradi. Shuningdek, kartochkalar asosida o'quvchilarning o'zaro baholashni amalga oshirish, ularning o'z bilimlarini mustahkamlash va o'rganish jarayoni samaradorligini oshiradi. Bu metod o'quvchilarga mustaqil baholash imkonini beradi. Natijalar va tajribalar. Uy vazifasini kartochkalarni qo'llash natijalari, ya'ni ota-onalar va o'quvchilar nazarida kartochkalar yordamida o'z-o'zini nazorat qilish va motivatsiya oshadi. Uy vazifalarini aniqroq tushunadi, ta'lim jarayoni samaradorliroq bo'ladi. Tajribalar va o'rganishlar. Intervyu va so'rovnomalar asosida muammolar va yechimlar aniqlanib, kartochkalar ishlash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Tajriba asosida kartochkalarni takomillashtirish va o'quv jarayonini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Kartochkalar va kuzatuv va kartochkalarni integratsiya qilish, ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi kuzatuv jurnallari va uy vazifasi kartochkalarni birlashtirish hamkorlikni kuchaytiradi. Bu yondashuv bolalarning rivojlanishini nazorat qilish, o'quv va yozuv ko'nikmalarini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Birgalikda foydalanish samarali muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi. Shuningdek, bolalarda o'z-o'zini baholash qobiliyatini oshiradi. Bu usul yordamida ota-onalar va pedagoglar bolalarning rivojlanishi uchun samarali hamkorlik qiladilar. Ota-onalar uchun kuzatuv jurnallari bolalar rivojlanishini monitoring qilish, muvaffaqiyatlar va muammolarni yozib borish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ular orqali kundalik faoliyatlarni yozib bolaning o'sishini baholash mumkin. Jurnallardan samarali foydalanish uchun ota-onalar va pedagoglar aniq yozuvlar muhim hisoblanadi. Bu ma'lumotlar asosida muvofiq yondashuvlar ishlab chiqiladi va bolaning rivojlanishida yordam beradi. Pedagoglar uchun kartochkalar, o'qituvchilar uchun uy vazifasini kartochkalari o'quvchilarning rivojlanishini kuzatishda yordam beradi, ularning qiziqishini oshiradi hamda individual yondashuvni ta'minlaydi. Kartochkalarning tayyorlashda yosh va fan darajasiga mos keladigan mazmunni tanlash, muntazam monitoring qilish va fikr mulohazalarni qo'shish muhim hisoblanadi. Bu amaliy maslahatlar samarali foydalanish ta'minlaydi. Kartochkalarni kuzatuv jurnallari bilan birgalashtirish orqali o'quvchilar har bir o'quvchining ehtiyojlarini aniqlab va ta'lim sifatini oshirishda imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kuzatuv va kartochkalar o'rtasidagi bog'lanish. Kuzatuv jurnallari va uy vazifalari kartochkalari o'rtasidagi bog'lanish va ularning bir-biriga qanday to'ldirish haqida ma'lumotlar ota-onalar va pedagoglar o'rtasida o'zaro aloqani kuchaytiradi. Amaliy misollar va tajribalar. Kuzatuv jurnallari va uy vazifasi kartochkalarning birlashtirish bo'yicha amaliy misollar va tajribalar. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida muvaffaqiyatli hamkorlik misollar. Masalan, ota-ona bilan birgalikda yuritiladigan kuzatuv jurnallari va kartochkalar yordamida bolalarning rivojlanishiga o'zgarishlar nazorat qilinadi. Bu usul orqali bolaning o'qish, yozish va ijtimoiy ko'nikmalari samarali rivojlanadi hamda ota-onalar pedagoglar o'rtasidagi muloqot xulosa. Ota-onalar va pedagoglar uchun kuzatuv jurnallari va uy vazifalari kartochkalari muhim vositadir. Ular bolalarning rivojlanishini kuzatishda va baholashda samarali yordam beradi. Bu vosita yordamida o'quvchilarning salohiyatlari va muammolari aniqroq aniqlanadi. To'g'ri yuritish va muntazam foydalanish bilan jarayonlar yanada samarali bo'ladi. Kelajakda raqamli platformalar, onlayn tizimlar yordamida kuzatuv jarayonlarini yanada rivojlantirish mumkin hisoblanadi. Ota-onalar va pedagoglar hamkorlikni kuchaytirish uchun bu vositalar faol foydalanish zarur hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.